Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Men sizlarga Uchqun Nazarovning Chayon yili romani haqida ma'lumot bermoqchiman. Mashhur yozuvchi va kinodramaturg Uchqun Nazarovning Chayon yili romani bu birinchi kitobi o'zbek xalqining Ikkinchi jahon urushi va Qatag'on yillari kabi dahshatli davrlardagi og'ir hayotidan hikoya qiladi. Uchqun Nazarovning Chayon yili romani 90-yillar o'zbek romanchiligi yaxshi namunasi sifatida tilga olish lozim. Romanda xalqning urush davridagi hayoti tasvirlangan. Adib xalqning bu davrdagi jonkuyarligi, fidoyiligini ko'rsatish bilan birga front ortidagi noxushliklarni ham ro'y-rost aks ettiradi. Bu jihatdan romandagi Murodxo'ja obrazi va uning kirdikorlari tasviri xarakterlidir. Yozuvchi romanda Oynisa, Qayimjon, Maqsud kabi sof vijdonli kishilar obrazini tasvirlash bilan birga Murodxo'ja, Hoshimjon singari nopok shaxslarning qiyofalarini chizib bergan. Shu orqali urush davridagi mamlakat hayoti qanday davrda bo'lsa, shundayligicha ko'rsatgan. Asarni tahlil qilar ekanmiz, kitobxon qahramonlarning hayotidagi muammolariga sabab faqatgina ularning o'zi emas ekanligini tushunib yetamiz. Asar qahramoni Oynisa chinakam sabr toqat misoli. Asar davomida uning boshiga tushgan silovlarni ko'rib, Ikkinchi jahon urushining bir ayol boshiga solmagan hech bir ishi qolmaganligini guvohi bo'lamiz. Bu obraz orqali o'sha davrdagi jamiyat muhiti, noto'g'ri siyosat oqibatida nechalab ayollar taqdiri shafqatsiz yakunlanganligining ochiqchasiga aks ettiriladi. Oynisaning hayoti sho'x-shodon o'ynab kulishi o'rnida otasining xalq dushmani sifatida noto'g'ri ayblanishi, qamalishi, onasi bilan beshafqat kimsalar tomonidan o'z uyidan quvib chiqarilishi, yosh onasi musofirlikka jon berib, qabri yetti-yot begona joylarga qolib ketishi kabi tashvishlar va o'nlab quruq ayblar girdobida kechadi. Kitobxon asarni o'qir ekan, ko'z o'ngida beixtiyor Ikkinchi jahon urushi yillaridagi